Allo, assalomu alaykum. Assalomu. Zarnigor opajonim, yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Salomat bo'ling. Bezovta qilmadikmi? Birozgina suhbatlasha olasizmi? Ha. Ramazon oylari muborak bo'lsin. Bahorning ilk kunlari bilan tabriklaymiz va yana kelayotgan Hayit bayramlari ham muborak bo'lsin. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin va yana mana shu kunlarga o'zgachaliklar, tarovatlar baxsh etayotgan bugungi tavallud ayyomlar, shukronalik kunlari qarshi olgan yangi yoshlar ham muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarnam sog' bo'linglar. Ilohim rahmat, joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu umringizdan, amallaringizdan Rabbim rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodati bilan siylasin. Yuzingizda doim tabassum bo'lsin. Eng yaxshilardan-da yaxshilarning safida bo'lib yurmoqlikni Allohim nasib aylasin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda g'oyibona bo'lsa-da siz bilan suhbatda bo'layotgan bo'lsa kutilmagan qo'ng'iroqlar radio loyihasidanmiz. Shu loyihani boshlovchisi Kamina Gulhayoxon bo'laman. Bugun biz loyihamizga siz uchun atalgan chiroyli va samimiy tilaklar kelgan oila a'zolari, yaqinlar nomidan biz esa ushbu chiroyli tabriknomani o'qib eshittirmoqchi edik sizga. Xo'p, mayli. Minnatdormiz. O'qib eshittirishimizdan oldin esa ushbu tabriknomani muallifini bilib olishimiz kerak. Aynan kim, qay bir yaqiningiz yo'llagan bo'lishi mumkin siz uchun? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, ukam bo'lishi mumkin. Yana-chi? Yana kimdan kutgan bo'lardingiz? Dadamdan Yana yoki akamdan. qiyomatlilar bor ekan. Barcha yaqinlar nomidan qiyomatli dugonajoningiz bor ekan. Durdonam. Albatta. Chiroyli tilaklarni barchasini siz uchun albatta dugonajoningiz Durdona opajonimiz yo'llabdilar. Chin dildan samimiy tabriklamoqdalar sizni bugungi ayyomlaringiz bilan. Rahmat, sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz uchun atalgan chiroyli va samimiy tilaklari ham bor ekan. Agar ijozat bersangiz uni ham o'qib eshittiraman sizga. Minnatdormiz, marhamat qabul qiling. Assalomu alaykum. Biz uchun, ayniqsa men uchun juda ham aziz va juda ham qadrli bo'lgan qiyomatligim dugonajonim. Bugungi go'zal ayyomlar, shukronalik kunlari qarshi olgan yangi yoshlar muborak bo'lsin. Dunyodagi jamiki yaxshi tilaklarni barchasini tilab qolaman. Hech qachon g'am ko'rmagin, qalbingda doim huzur, halovat, yuzingda hamisha tabassum bo'lsin. Allohdan sog'lik, omonlik so'rab qolaman. Beozor qalbingga hech kim ozor bera olmasin. Hamisha baxtning, mehr-muhabbatning, omadning daryosida suzib yurgin. Martabalaring ulug', qadring va qadring ham baland, har yerda yuzing ham yorug' bo'lsin. Har bir yangi kuningni quvonch bilan qarshi olish baxtlarini ham tilab qolaman. Umr yo'llaring ham baxtlarga, quvonchli daqiqalarga boy bo'lsin. Fayzli xonadoningga tinchlik, xotirjamlikni, baxt va saodatlarni ham tilayman. Inshaalloh bu dunyoda ko'rganlaring Makka va Madinalar, shu dunyoda ko'rganlaring jannat bog'lari bo'lsin dugonajon. Doim baxtimizga sog' bo'lgin. Yana bir bor bugungi ayyomlar, tavallud kunlaring muborak bo'lsin. Garchi yo'llar olis, masofa yiroq, sog'inchlar qo'yar goh ayovsiz tuzoq. Sen shuni unutma biroq. Doim qalbimdasan, qiyomatligim. Borliging tatiydi dunyo do'riga. Har aytgan so'zlaring qalbim ko'rida. Garchi chiqmasang-da har kun yo'limdan, doim qalbimdasan, qiyomatligim. Sendan o'zga bilmas dilgardlarimni. Yolg'iz sen bilarsan chin dardlarimni. Zinhor ayamasman o'z vaqtlarimni. Doim qalbimdasan, qiyomatligim deya mana shunday chiroyli tilaklarni barchasini siz uchun yo'llabdilar. Agarda sizni ham ular uchun aytar so'zlar bo'lsa, tilaklar bo'lsa, albatta marhamat bemalol yo'llashingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'lsin. Doim baxtimga, bolalariga bosh bo'lsin. Menga nima niyat qilgan bo'lsa hammasiga o'tishni ham tilayman. Sog' bo'lsin. Doimo siz ham salomat bo'ling. Barchalarini baxtiga yana bir bor biz ham chin dilimiz bilan samimiy tabriklab qolamiz. Bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, o'zlaringiz ham sog' bo'linglar. Rahmat, aytganingiz kelsin, omon bo'ling siz ham. Xo'p, mayli, sog' bo'ling.